Hayatımızda ebedi unutayamaydigan ikki adımımız var. Ularning biri atımız, yana biri anımız. Çünkü ular bizni bu dunyoga apridi qilgan hayotlik manbayimiz emas. Balki o'sib yetilishimizga hamroh bo'lgan kuchli uylanchigimiz. Bundaq shartsiz muhabbat va badal dunyodagi eng ulug' va eng cho'nqur bo'lgan hissiyot bo'lsa kerak. Ata-onamizning lug'atida himmatga javob qaytarsaq degan so'z azaldan mavjud emas. Şunu ular moddiy ehtiyojimizni qondirib, ma'naviyatimizga hamroh bo'lib, borlig'ini bizga atagan. Qiyinchilik yo'liqib qolgan chaqlarimizda hamisha tunji bo'lib ko'krak kerib o'tirg'i chiqib, bizni panoyiga olgan. Utuq qozongan chaqlarimizda ular hammadan baxo'shib ketgan. G'arazsiz to'langan bundaq badal jahondagi eng pok, eng ulug'vor muhabbat. Jahondagi barliq otalarimiz, onalarimiz salomat bo'lsin, umri uzun bo'lsin, ketganlarning joylari go'zal bo'lsin.